Uningdan keyin muqaddas ruh Hazreti Aysoni shaytonning sinoqlaridan o'tkazish uchun cho'l bayovonga ilib bordi. Hazreti Ayso 40 kech kunduz tomoq yemay, ro'za tutib, qo'sig'i toza oshgan edi. Uni sinamoqchi bo'lgan shayton uning oldiga kelib, "Agar sen rostdanla Xudoning o'g'li bo'lsang, mo'shu toshlarni nonga aylantirib ye", dedi. Hazreti Ayso uningga javoban, "Tavratda inson faqat non bilanla emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilanmi yashaydi", deb yozilgan, dedi. Ondan shayton Hazreti Aysoni muqaddas shahar Yerusalimga elib bordi va uni markaziy ibodatxonaning eng egiz joyiga chiqarib, "Xudoning o'g'li bo'lsang, pastga sakrab boqqina, chunki Zaburda Xudo farishtalariga sen to'g'riliq amr qilgan. Putingning toshlarga urilmasligi uchun ular seni qo'lida tutib oldi deb yozilgan emasmi?" dedi. Tavratda Rabbinglar Xudoni sinab beqishga bo'lmaydi deb yozilgan, dedi Hazreti Ayso. Ondan shayton Hazreti Aysoni nihoyatda egiz bir toqqa chiqarib, uningga dunyodagi barliq davlatlarni ko'rkamligi bilan ko'rsatib, "Yerga bosh qo'yib menga sajda qilsang, ularning hammasini senga berib etaman", dedi. "Yo'qol, shayton! Tavratda Rabbinglar bo'lgan Xudoga ibodat qilinglar. Faqat uningga xizmat qilinglar deyilgan", dedi Hazreti Ayso javoban. Buning bilan shayton Hazreti Aysoni tashlab ketib qoldi. Farishtalar kelib, Hazreti Aysoning xizmatida bo'ldi.